Dostlar, bugün biz Chin Temur Batır'ның hikayesini okuyumuz. Chin Temur Batır. Burunqi zamanda bir ormanlıqның chetida Chin Temur Batır ve Maktubsılar adlıq aksingil yaşaydı ekan. Aksi Chin Temur Batır daim ovuga chiqadi ekan ve her qatim chiqqanida 7 kungacha qaytib kelolmaydi ekan. Misran qilichi belidan, alg'ur burkiti qo'lidan, arg'umoq eti ve kaptap kichigi yenidan ayrilmaydi ekan. Kunlarning birida Chin Temur Batır ovuga chiqish oldida singlisi Maktubsılarga: "Singlim, navoda o't o'chib qolsa, tutun chiqqan yoqqa o't so'rab ketib qolmang" deb nasihat qilibdi ve misran qilichini esib, arg'umoq etiga minib, kap kichigini agashtirib, alg'ur burkitini qo'liga qo'ndirib, ovuga minibdi. Oradan 1-2 kun o'tgandan keyin Maktubsılar ehtiyotsizlikdan o'tni o'chirib qo'yibdi. Noit qayg'urib o'ziga chiqib, "Endi qandoq qilarman?" deb yig'lab o'tirsa, yiroq bir yerdan tutun ko'rinibdi. "Nima bo'lsa bo'lsin, peshonamdan ko'ray" deb is chiqqan tarafga qarab menibdi. Uzun mangandan keyin mo'rdan is chiqayotgan bir uyga yetib kelibdi. Qarg'udak bo'lsa, uy ichida bir qiyir mo'may o'ltirg'udak. Maktubsılar: "Assalomu alaykum" deb uyga kiribdi. Mo'may nima uchun kelganligini bilgandan keyin azroq cho'g' beribdi. U mo'may aslida 7 boshliq yalmovuz ekan. Maktubsılar uni bilmabdi. Kech kirishi bilan yilqi 7 boshliq yalmovuz mo'may Maktubsılarning eshigi oldiga kelib: "Chin Temur Batır uyda bormi? Arg'umoq eti yig'ildi bormi? Misran qilichi qo'ziqda bormi? Alg'ur burkiti o'rnida bormi? Kap kichigi eshikda bormi?" deb so'rabdi. Maktubsılar mo'mayga javoban: "Chin Temur Batır uyda yo'qdir. Arg'umoq eti yig'ildi yo'qdir. Misran qilichi qo'ziqda yo'qdir. Alg'ur burkiti o'rnida yo'qdir. Kap kichigi eshikda yo'qdir" deb javob beribdi. Shuningdan keyin mo'may 7 boshliq yalmovuz surtida uyga kirib, Maktubsılarning uzun chechidan to'risqa esib qo'yib, tapinni teshib, qinini sho'rabdi. Andin Maktubsılarga: "Mening bu yerga kelganimni hech kimga aytma. Agar aytadigan bo'lsang, meningdan zodi qutula olmaysan" debdi. Maktubsılar qo'rqqandan hech nima deyolmabdi. Ertasi kun kech bo'lishi bilan yilqi yalmovuz mo'may yana kelibdi. Ilgirkiga o'xshash Maktubsılarning qinini sho'rabdi. Bu ahvol bir necha kun davomlashibdi. Maktubsılar kundan kunga mag'dirsizlanib, chiroyi sarg'ib ketibdi. 7-kuni Chin Temur Batır ovudan qaytib kelib, hayronlik ichida nima ish bo'lganini so'rabdi. Maktubsılar yig'lab turib, bo'lgan ishlarni aksiga bayon qilibdi. Buni anglagan Chin Temur Batır noyta g'azablanibdi va Maktubsılarga qarab: "Jinim singlim, mening kelganimni hech kim bilmasin. Men eshikning keyniga o'ri ko'lab, mo'kib yotaman. Agar yalmovuz kelib, meni so'rasa, har kunnikidek kelmadi deb javob bering" debdi. Chin Temur Batır dobulg'a va savutini kiyib, mo'kinib yetibdi. Yalmovuz mo'may kelib, eshikning oldida to'xtabdi. "Chin Temur Batır qaytib kelgani o'xshamamdi" deb azroq gumon qilgan bo'lsa-mu, bir so'rab baqmoqchi bo'lib: "Chin Temur Batır uyda bormi? Arg'umoq eti yig'ildi bormi? Misran qilichi qo'ziqda bormi? Alg'ur burkiti o'rnida bormi? Kap kichigi eshikda bormi?" deb so'rabdi. Maktubsılar: "Chin Temur Batır uyda yo'qdir. Arg'umoq eti yig'ildi yo'qdir. Misran qilichi qo'ziqda yo'qdir. Alg'ur burkiti o'rnida yo'qdir. Kap kichigi
yo'qdir, deb javob beribdi. Mo'may xotirjam holda uyga kiribdi va "Ey Maxtumsila, akang Chintimir Botir kelgan o'xshamamdi. Uyingda odamning purqi borg'ur" deb so'rabdi. Maxtumsila tamkinlik bilan "Akam da kelmadi. Agar kelgan bo'lsa, arg'umoq iti eg'ilda, misran qilich qo'ziqda, arg'u burkuti o'rnida, kap kichiki eshikda bo'lmasmidi? Bugun akamning kiyimlarini yuyib, suyini uyga to'kkan edim. Shunga puruq bo'lsa kerak" debdi. Bu so'zni anglab Yalmavuz mo'may uyga kiribdi va odati bo'yicha Maxtumsilaning chechindan to'risq esib, amdil qinini sho'raydab turishiga Chintimir Botir o'rnidan chiqib, misran qilichi bilan bir urgan ekan, Yalmavuz mo'mayning bir beshi uzilib tushibdi. G'azablangan Yalmavuz mo'may Chintimir Botirga etilibdi. Bir kech kunduz ilishgandan keyin Chintimir Botir Yalmavuzning yana bir beshini chepib tashlabdi. Yalmavuz mo'may uydan qochib chiqishning ilojini topolmay, Chintimir Botirga yana esilibdi. Elishish yana bir kun davom qilibdi. Chintimir Botir bu qitim Yalmavuz mo'mayning yana bir beshini chepib tushiribdi. 3 beshidan ayrilgan Yalmavuz texmi g'azab bilan tutishibdi. Chintimir Botir uning 4-chi beshini tinidan juda qilibdi. Yalmavuz mo'may u yoqdan bu yoqqa qochishga boshlabdi. Elishish nihoyat uzoq davomlashib, uning 5-chi beshi chepib tashlanibdi. Yalmavuz mo'may holidan ketibdi. Eshikdan qochib chiqay desa, Maxtumsila qilish bilan chepib chiqarmabdi. Oxir Chintimir Botir Yalmavuz mo'mayning 6-chi beshini chepib tushiribdi. Endi Yalmavuz mo'mayning Yalminguz deb atilgan birli beshi qapti. U amalsizlikdan quyunga aylanibdi-da, uyning to'ngligidan chiqib ketib etib. "Hey Maxtumsila, hap to'xta" degenicha badar qochibdi. Chintimir Botir arg'umoq itiga minib, bir besh qolgan Yalmavuz mo'mayning orqasidan qo'g'labdi. Maxtumsila bog'liqliq kap kichikini qo'yib etibdi. Chintimir Botir Yalmavuz mo'mayga yetishibdi. Yalmavuz mo'may noiloj yana elishibdi. Chilishish nihoyat uzoq davom qilibdi va oxiri Chintimir Botir Yalmavuzning eng oxirgi bo'lgan 7-chi beshini kesib tashlabdi. Uyga xo'shal-xo'ram qaytib kelibdi. Kichik do'stlar, Chintimir Botir degan bu hikoyani o'qib bo'ldik. Yalmavuz degan bu so'zni anglagandan keyin ko'z oldinglarga qandoq manzara keldi? Ota-onalarga ergishib, Yalmavuz bilan Maxtumsilaning aytishgan qo'shiqlarini